har bir yaxshilikning boshi taqvo azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam siz bilan bizni hayotimizni hamma jabhalarida Allohga taqvo qilishlikka buyuradilar. Xosatan hadis shariflarida Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyatlari, "Usikum bi taqvalloh was-sam'i wat-ta'a." Ya'ni sizlarga men shundoq vasiyat qilaman deyaptilar Payg'ambar sollallohu alayhi. Shundoq sizlarga vasiyat qilamanki, Allohga taqvo qiling. Allohga taqvo qilishlik, Allohdan qo'rqishlik, Allohning amrlariga itoat qilish, qaytariqlardan qaytish. Va itoat etishingizni, ya'ni rahbarlaringizga itoat etishligingizni vasiyat qilaman dedilar. Agar sizga bir qo'lni rahbar qilinsa ham unga itoat qiling. Chunki yaqin kelajakda ko'rasizlarki, kim ana shu mahalda yashayotgan bo'lsa, ko'p ixtiloflarni ko'radi. Ko'p fitnalarni ko'radi. Mo'min musulmonlar orasida ko'p fitnalar bo'ladi. Sabab Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini unutishliklari, Allohga taqvoni unutishliklari va Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam vasiyat qilgan ikkinchi narsa rahbarga itoat qilishlikni unutishliklari orqasidan, shu ikki narsani tark qilishlik orqasidan juda ham ko'p fitnalarga, shunaqangi ixtiloflarga uchraydi deb Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam ogohlantirib qo'ydilar. Bugungi kundagi juda ham ko'p mo'min musulmonlar yurtlarida bo'layotgan ixtiloflar, kelishmovchiliklar, notinchliklar ana shu mu'minlarni, ana shu mo'min musulmonlarni payg'ambarining sallallohu alayhi va sallamning vasiyatlarini unutganliklari orqasidan kelib chiqyapti. Taqvo yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam tayinlagan vasiyatga amal qilish, ishboshlarga itoat qilish, rahbarlarga itoat qilish yo'q. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bekorga aytmadilar-da. Agarchi sizga bir qulni rahbar qilinsa ham itoat qiling deb bekorga vasiyat qilmadilar. Shu vasiyatga amal qilgan inson doim yaxshilikda bo'ladi. Bunga itoatsizlik qilgan jamiyatlarda azlar juda ham ko'plab ana shu mo'min musulmonlar boshiga ko'plab tashvishlar keladi. Bugungi kunda buni azlar ko'rib turibmiz. Nimalarga olib kelganligini. Qancha begunoh insonlar qoni to'kilayotganligini, qancha go'daklar vafot etayotganligini, qancha ayollar beva qolayotganligini, qancha obod yurtlar mana shunday bir vayrona bo'layotganligini.